Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun biz Xudo xolisa Andijon qora-jo'jalarimizni 28-fevral sanasida chiqib kelgan Andijon qora-jo'jalarimizni Xudo xolisa 23-mart sanasida sizlar uchun qo'limizdan kelgancha video obzor qilmoqchimiz. Videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Kimgadir shu Andijon qora-jo'jalari to'liq vaksinalangan, hamma etapdan o'tgan Andijon qora-jo'jalari sog'lomlari kerak bo'lsa, tuxum yo'nalishida bu Andijon qora-jo'jalari shunaqa jo'jalar kerak bo'lsa, bemalol pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqib Muhammad Ayubni operator bilan bemalol gaplashishingiz mumkin. O'zbekiston 12 ta viloyati bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. Xo'p, faqatgina Namangan Chust tomonga dastlabki xizmatimiz qiyin bo'lyapti. Sababi bu yog'i biz Asakada tursak, Andijon shahar ichida ham yo'q, bu yog'i Farg'onani ichida ham yo'q. Chustga faqat Loladan olib ketsanglar bo'lar ekan, hurmatli obunachilar. Qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Xudo xolisa u ham bo'lib qolsa, u yangilikdan aytib ketamiz. Xudo xolisa Chustlar ham bemalol olishlari mumkin bo'ladi. Bu Andijon qora-jo'jalarimiz Xudo xolisa 25 kunlik bo'ldi inshaalloh. Kimga zarur bo'lsa sotuvga e'lon qilganmiz. Narxlari 26 ming so'mdan bugundan yana bir 500 tacha sotamiz. Keyin Xudo xolisa buni 2 oylik qilib, chiroyli qilib o'z egalariga yetkazib beramiz. Andijon qora-jo'jalarimizni Xudo xolisa 4 ming ta deb berdi. Hozirda bilmayman, yo 3 ming ta qoldi yoki sal ozroq qoldi. Bu yerda faqat 2 ming ta, 2,5 ming ta qolganda sotuvni to'xtatamiz. Sababi joyimizga tiqilmay qoldi. Hozircha sotmasak ham bo'laveradi. Lekin sotsak bo'laveradi ham. Sababi Xudo xolisa mayllarda mana ozgina tiqilish bor. Tiqilishga ham kirmaydi, lekin men yoqda yursam mana umuman tiqilish degan narsa yo'q. Ularda katta-katta qilib 35 ming, 37 ming, 40 mingdan sotmoqchimiz. Xudo xolisa kimga zarur bo'lsa 40 kunliklarini ham boqib beraveramiz. Xudo xolasa ertaga sizlar uchun zo'r yangilik bo'ladi, bombasi bo'ladi yangilikda. Inshaalloh rasa ko'p so'ragan aka-ukalarimiz va opa-singillarimiz va 200 ta, 300 ta, 400 talar so'ragan akalarimiz bor. Xudo xolasa shularga ham qilib beramiz inshaalloh. Ko'rib qo'yinglar, Andijon qora-jo'jalarimizni pasti 70% makiyon chiqyapti hozir. Holatlari shunaqa a'lo darajada sog'lom. Hamma narsasi qilingan, privka hech qanaqa kasallik bo'lmaydi. Xo'p, ko'p obunachilarimizda, xo'p, Muhammad Ayub aka, sizdan oldik yoki sizdan olmagan jo'jamiz ham bir-birini cho'qib qo'yapti. Sababi nima desanglar, xo'p, hurmatli obunachilar, buni yechimini bugun spesialli emas, bir joyga ketdik. Hammamiz oilaviy jo'jalarimizni umuman dona qolmay qolibdi. Shuni hisobiga kelsak 3 ta 4 ta jo'ja bir-birini cho'qishni boshlagan. Bu qorin ochligidan ham, keyin stressga ko'p tushishdan ham kelib chiqadigan kasallik bu. Hech qanaqa boshqacha kasallik emas bu. Jo'jalar qo'rquvga tushgandan keyin stressga tushadi. Stressga tushgandan keyin shunaqa bir-birini cho'qib yoki suvi yoki doni qolmay qolgan holatda ham shunaqa holat bo'ladi. Chunki qonni ochib ketsa ham hozir ko'rsataman, xo'sh edi, mana shu burchakda qo'limning uchida turibdi. Penavloid yeb ochib tashlashdi ba'zi. Chunki qonni ochib ketgan, biz yem solib ketganmiz, jo'jani hisobi ko'pligi uchun kecha ko'proq qonni ochib ketib qolibdi. Biz vaqtida yeb kela olmadik. Shuning uchun bizda ham bo'ldi bu. Endi hurmatli obunachilar, sizlarga bu yechimda oson yo'li uy sharoitida Cobalt degan dori bo'lsa, misol yaqin o'rtalarida, aptekalarda Cobalt degan dorini 1 litr suvga bittasini tashlaysizlar va jo'jalaringizga bemalol bersanglar bo'laveradi. Ikkinchi eng oson yo'li, men aytganimni qilinglar, undan oshiqcha ham qo'shmanglar, kam ham qo'shmanglar. 1 litrli suvga 1 qoshiqda tuz solasizlar, aralashtirasizlar. Iltilgan suv bo'lsa, yana yaxshi aralashtirib 3 litrli bankaga quyib berasizlar. Endi jo'jalar nechta bo'lsa, misol deylik mas 22 tami, 20 yo'q, 35 ta bankamiz bor. Hozircha ko'paytirganmiz, chunki jo'jalar kattaygani sari suvni ko'p ichishni boshlaydi, donni ko'p yeyishni boshlaydi. Shuni hisobiga 35 ta bankaga shunaqa qilib beraman men. Sizlarga ham shunaqa tavsiya beraman. 1 qoshiq tuzni 1 litr suvga aralashtirib, iliq suvga keyin 3 litrli bankaga quyib tursanglar bo'laveradi. Agar rasa jo'jalar oz bo'lsa, yarim qoshiqda
1 litrga aralashtirib turib, keyin 3 litrli bankalarga quyib bersanglar, bitada to'xtaydi. Boya bitta opamiz jo'ja mahnaqa kasallik bo'lyapti, ekan maqsam bo'ladi degandi. Shuni eslatib o'tib ketishni o'zimga loyiq ko'rdim. Shuning uchun har xil gaplarga ishonmanglar, hurmatli obunachilar. Bir martada to'xtaydi bu cho'qqish degan narsa. Stressdan kelib chiqadi ko'proq suvsizlikdan yoki donini vaqtida yemaganidan, qonni ochib o'tib ketganidan kelib chiqadi. Bu mana hozir men sizlarga ko'rsataman. Keyin bu jo'jalarga, tovuqlarga ham tavsiya beriladi. Mayda shag'al bor, bilsanglar. Mayda shag'alni o'ta mayin toshlarni elab bersanglar ham bo'ladi. Mana hurmatli obunachilar, qonni ochib ketgandan hatto mana shu yerda jo'jalar yeb tashlagan. Bu o'zim pena bo'ladi buni. Pena bo'ladi hali arzon variantidan olganmiz. Endi u paytda bu narsalarga aqlimiz yetmasdi. Hozir ancha aqlimiz yetib qolgan. O'zimiz ishni ham qilamiz. Tomga pena qo'yamiz, boshqa qilamiz, pena qo'yamiz, pena bloy qo'yamiz. Har xil shunaqa ishlar qilamiz. Ko'ryapsizmi? Shu qonni ochib ketgandan bo'lgan. Ko'pchilik aytishi mumkin, yo'q, vitamin yetishmovchiligidan nimadir bo'lgan. Shunaqa narsalarni deyilishi mumkin-ku. Balki mana shunaqadir. Kim bilsa kommentariyamizga ochib bemalol yozib ketishingiz mumkin. Qanaqa kasallik bo'lishi mumkin bu? Balki men bilmasman, balki boshqa narsadir. Balki haqiqatda qonni ochib ketgandan shunaqa yeb tashlayotgandir. Nima deb o'ylaysizlar, hurmatli obunachilar? Yo, bu shirin tuyulyaptimi bularga? Nima deysizlar? Kommentariyada izohimiz ochiq, bemalol yozib ketishingiz mumkin. Faqat biladiganlar yozinglar, iltimos. Chunki men bilmagan kasallik bo'lishi ham mumkin bu. Shuning uchun sizlardan yordam so'ragan holatda video chiqardim. Shu bir-birini cho'qish holatiga kelsak, bemalol shunaqa tuzni 1 litrli suvga 1 qoshiq tuzni aralashtirib 3 litrli bankaga berib olsanglar bo'ldi. Ko'p dorini topolmaganlar uchun kanalimizda mehmonlar bo'lsa, ekraningiz o'ng tomonida qizil pachchasi tugmachasi turadi. Shuni bitta bosib qo'ysanglar, biz chiqarib borayotgan videolardan birinchilardan bo'lib ko'rishlikka muyassar bo'lasizlar. Qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysanglar, biz birinchi bo'lib video chiqarsak, video chiqishiga sizga SMS-laringiz yetib boradi. Shuni bosib qo'ysanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi degan umiddaman. Videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Sizlar bilan kanalda men Muhammad Ayub bo'ldi. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlab turganlar uchun kattakon rahmat. Andijon qo'riqchilarimiz kecha chiqargan videomdan keyin o'zgarganmi yoki o'zgarmaganmi, hurmatli obunachilar? Bitta videoda boshdan oxirigacha ko'rib turib, jo'jam o'zgargan bo'lsa, Omad Muhammad Ayub deb bitta like tugmachasini bosib, gruppalarga video tarqatib olasizlar degan umiddaman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Muhammad Ayub bo'ldi kanalda.